haj qilish. Haj ibodatini qilmoqchi bo'lgan kishi Zulhijja oyining 8-kuni hajga niyat qilib ihrom bog'laydi va labbayka o'qib Minoga chiqadi. Minoda namozlarni o'z vaqtida qasr qilib o'qiydi. Kechini Minoda o'tkazadi. Bomdod namozini Minoda o'qib bo'lib, kun chiqqandan keyin, ya'ni Zulhijja oyining 9-kuni adiganda Arafatga boradi. Arafatga ketib o'tib, takbir, tahlil va labbayka o'qiydi. Arafatga yetib kelgandan keyin shu kuni kun patqicha Arafatda turdi. Peshin bilan asr namozini qasr qilib, peshinning avvalgi vaqtida birlashtirib o'qiydi. Arafatga kelgandan boshlab qaytqichi bo'lgan o'rliqda duo bilan mashg'ul bo'ladi. Kun patqandan keyin Muzdalifaga qarab mangadi. Muzdalifaga kelib Sham bilan Xuftanning vaqtida birlashtirib o'qiydi. Xuftan namozi qasr o'qiladi. U kechini Muzdalifada o'tkazadi. Bomdod namozini Muzdalifada o'qib, kun chiqishdan burun, ya'ni Zulhijja oyining 10-kuni atiganda Minoga qarab mangadi. Muzdalifadami duolar bilan mashg'ul bo'ladi. Minoga borgandan keyin cho'ng shaytonga 7 dona tosh otadi. Har bir toshni otganda Allohu akbar deydi. Tosh etishga boshlash bilan tang labbayka etishni to'xtatadi. Shaytonga tosh etib bo'lgandan keyin qurbonlik qiladi. Ondan keyin kechini tushirib yoki kestirib bo'lib ihromdan chiqadi. Bu ihromdan chiqish bilan tang ihromdagi chig'ida qilish belgilangan ishlardan jinsiy munosabatdan boshqa hamma ishlarni qila oladi. Ondan Makkaga kirib Ka'bani tavof qiladi. 2 rakat namoz o'qib, Safa bilan Marva orasida 7 qatim sa'i qiladi. Sa'i qilib bo'lgandan keyin Minoga chiqadi. Kechini Minoda o'tkazadi. Ertasidan boshlab 2 kun, xolisa 3 kun, ya'ni Zulhijjaning 11, 12 va 13 kunlari Minoda qoladi. Her kuni peshin namozidan keyin kichik shaytondan boshlab 3 shaytonning har biriga 7 donadan tosh etiladi. Yuqorida tosh etish faoliyatini oxirlashtirgandan keyin haj faoliyatini oxirlashtirgan bo'ladi. Hajda ihrom bog'lash, tavof qilish, Safa Marva orasida sa'i qilish va Arafat kunisi Arafat tavasida turish qatorliq ishlar haj ibodatining eng muhim asoslaridan bo'lib, bulardan biri tark etilsa, haj ibodati ado qilinmagan bo'ladi.